Assalomu alaykum birodarlar. Lozim tepa past so'raganlar uchun 38 mingdan mana shu holati pachkaga oldilari zamokli bo'ladi, materiali bambuk bo'ladi. Rasvetkalarni so'raganlar uchun rasvetkalari 4-5 xil rasvetkasi bor. Mana bu ham shuning ichida. Bundan tashqari shtampni so'raganlar uchun shtamplarni ham 38 ming qilib beramiz. Telegram gruppamizga zakaz to'g'risida 48 dan 52 gacha. Hib so'raganlar uchun, hibini ko'rsatish Sherxon deganlar uchun hiblar lozimi bilan birga 55 mingdan baraqlari bor, beli va qo'li qissilari 48 dan 52 gacha standart bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa Telegramga o'tirasizlar, mana shu hamma rasvetkasidan bor. Bizda rasvetkalar tez o'zgaradi. Rasvetkalarda iltimos qilamiz. Mana shundan desangiz, keyingi bozorga bo'lmasligi mumkin. Oldida toshi bor, toshi ko'rinyaptimi? Toshlarni ko'rsatib qo'yamiz. Mana toshi bor va baraqlari orqagacha inalib o'tgan. Orqa ko'rinishi, oldi ko'rinishi. Qo'llari qisiladi. Kimga qiziq bo'lsa Telegramga zakaz so'rasizlar. Shu bundan so'raganlar uchun bularni 85 ming. Bundan faqat shu guli qoldi. 80 ming qilib beramiz. Shu guli qolganligi uchun. Bularni 85 ming qilib beryapmiz. Bular endi chiqishni boshlaydi. Bambuk. Bular qalin bambuk. Ya'ni mexli emas, yupqa ham emas, qalin. O'rtachasi. Mana bularni 60 ming qilib beramiz. Yangi rasvetkalardan bular uje sezon o'tgancha narxi tushdi. Bular 55 ming qilib beramiz. Jazline. Mramorga o'xshaydi, lekin mramordan nisbatan yaxshi materiali. Usti silliq bo'ladi, ichi bunaqa qattiqroq bo'ladi. Mramorda ichi ham tashi ham silliq bo'lmaydi, tukka o'xshagan bo'ladi. Bu sal yotoqroq bo'ladi. Tovlanadi qisqasi gap. 55 ming. Ularni ham 60 ming qilib beramiz. Turk hiba 55 ming qilib beramiz. Sabasini olaman degan. Sog' bo'ylar, Qo'qon shahardagi bozor.